Doktor, kira. Kela. Ben xotinimdan bek azarayıp ketken bemordan birisiga. Nima bo'ldi? Ayolim qarang doktor. Uyda o'ltasam, teşe chiqmiding deydi. Teşe chiqsam uy kirmiding deydi. Uy kirsam kech kirding deydi. Qutulday qolib bo'ldi. To'g'ri qilib bersangiz bitta. Meni yomon retseptim birisi bor. Ammo sal qimmat o'tab ketdi-ku. Hindistondan import qilgan yerlik dorilar olgan menda. O Hindistandan Oltuni erkin. 4 gram. Mushuni birini yegizib bersangiz, ay erkin bo'lib ketasiz badallaringiz. Dishingiz og'rimaydi o'yning ichida. Mavo oltuni kashkir. Mana unda 6 gramni qo'liga yegizib bersangiz sol qo'liga. Kashkiramsiz, tang atqanni kiramsiz, jib-jiblam. Hech qanday bosh og'riq bo'lmaydi sizga. Hop, bobulka, ha? Mush uyda beka o'tdansingizlar, ot qilib beshingizni yemlayman bu. Vahshi. Mana fikr. Oltuni lamjim. Ha? Buningda 3 gram. Ay, mishari gram yegizsiz, jimit lamjim. Zuvan tutlab ketadi. Uyda mana bakalam meliqi siz sat ko'rinamsiz ko'ziga. İşte qildi, bikala shu putaqda budu. Oltuni qiliq. Maningda 3 gram. Buni abi chipchilar qo'lga metalib yegizsiz, qiliqlaringizning hammasi yomon payz ko'rinib ketadi. Mushni o'ylabkam az deganda bir 6 oydan 8 oygacha uni berib qo'yib qolsa. Ay o'yinning ichida erkin, qanday yuraysiz. Ma qo'l xotugan qolma. Mustaqilda qarab 4-5 qitim bo'ldi. Ko'zim qarab turib tong qildi. Yo'q, buning uchun qo'shimcha to'g'ri qilmasak bo'lmaydi biz. Ochchiga hay-haydan o'shiga qarab ketib o'tamiz. Va shundoq ochchi kelib qo'lni ko'taradigan vaqt iliblam shulak deb qo'yamiz. O'sha qo'l kirmatizmi, hammani tatib qonlari yurishib, qon bosimlari tushib, ochchilari ship bilan to'xtab qoladi. Bir yilgacha qo'l ko'taranmaydi mana ular. Agar men sol qo'lga deb qolsangiz, yana birisi bor. Ikki qo'lga sap qo'ysangiz-ku, boldefga bu siz qo'l ko'tarak, niyat bo'lsa 5 ko'tarib qarayanmaydi. Boshqa haliqlarni sap qo'ygan bo'lsa, yaqin ishlab yuradi. Bu bahçe qilib ketdi, doktor go'me qilib ketmasa yana. Ya ular men elishtirlar, qimmat ko'rsin, men elishtirlar. Hindistondan import qilgan hozir xotin kishilarga atoat mas keladigan retseptni yasab chiqqan do'rama u. Bu ham biraz foyda qilganda qilib turdi, biroq sil qimmat ha. Unda bo'lsa, millicha dor kesib beraymi? Un foyda qilamda. Bo'ladi hamda. O'zingiz sizda patatsiz. Millich kesaymi? Mayli, ashticha. Mana mau ikkisi tuziga japa. Mau o'ng tuzda, mau sol tuzda. Uy kiriblar maningga bishindan tuzilib emas, tugaydi o ish. Degan 2 soatga 4 soat tuzilib pasingizdan bo'ladi. Haydi qimmat qasmiyat Louis va 4 yaxshi kesib beraymi ya? Bu bunday bu doktor, bu boshqasi yo'qmaydi, boshqasi bo'lsa. Shi yo'qmi bu jampan? Qarlab. Ya bo'ldim ishni olay. Ko'zingiz malton etgan deymi? Mushdan o'ylab ishni bersiz ukam. Shagir, qanchida bo'lib hisobni qilib turmoqchiman. Ha, ma'qul. Yur, bas qaytib keling. Chiqsa. Qancha pulroq bular bu? 30 ming ko'y atrofga chiqib qolamki. 30 ming ko'y? Doktor bu 30 ming ko'y. Qo'qaqnamiz mang'otdi hozir bu. Kim? Akishdan jinchiq nasichu? Sizga 5 ko'ylak paksa bilan foyda qiladi. Qada ko'p ko'tarayapman. Mas'ul qo'qaqni. Bo'psa. Kerak. Doktor, o'tiramaydi. Muhabbatdan vahshiy azarayib ketgan bo'ldim birisiga. Sana nima bo'ldi? Voy aka shu muhabbatim bo'lmamda. Birdan man qilib berdim deydi, an qilib berdim deydi. Haqning muhabbati manda qildiki, anda qildiki deydi. Bak beshimni aqib etdi deyman. Muhabbat kichikmi? Ha, kichik. Unda olib qolsa fikr menda bir dori bor. Bir yilgacha og'zini jimni qiladigan. Ha. Qilmishi alvi. Somka. Mushuni bir bo'yniga otib bersan fikr. Ha? Bir yilgacha, voy, telefon olamsa to'kvanmi, nada san chatig'i yo'q. Ucho, rastlashni foyda qilamda. Ha, bas foyda qiladi deyman. Shagit, menimi bo'yan qilamjima? Samsung aqyamni so'yib tutaman besatdan birini. Ya, halidan kel. Anchi-munchi sham kunlari mada viba, juba degandek yaliq olib birib o'yintib qo'yamiz. Ha, bo'ldi. Maqo. Ha. Shu dorilarimning kuchliligidan bu.